Tohir kundan kunga narxi oshib ketyapti. Arzonroqqa yaxshi joy yo'qmi? Ada sizni shunaqa joyga olib boraman, narxini eshitib yoqingizni ushingiz. Ketdi. Narxini eshitsanglar, aniq mazza qilarasizlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Allon 5 yoshga to'lganiga chotki aksiya e'lon qildi. Bunda 12 kishilik choyxona oshi, 2 ta meva assorti, 2 ta svejiy assorti, 4 ta idishda qovun tarvuz, 4 ta achchiq salat, 4 ta suzma, 4 ta non, 4 ta sho'rdani, 2 ta kompot, mojito, ice, Pepsi va kolasi bo'lar ekan. Xona, choy va xizmatlar bepul. Shularning umumiy hammasining narxi atigi 950 ming so'm. Shunda 12 kishiga taxminan 79 ming so'mdan tushyapti, zo'ra. Bunaqa narxga qachon choyxona bo'lganini to'g'risi eslolmayman. Bolalar bilan kelib olishli joy. Xolisanglar boshqa ovqatli 10 xildan oshiq setligi bor. Eng qimmati 150 mingga ham bormaydi. Bo'yin olsanglar undan ham arzon. 112500 so'mdan. Hamma narsasi bilan. O'zi ham bo'yinni yorib qo'yishadi. Joylari ham akkuratniy. Xonalari ham har xillari bor. Plus yoniga yana 5 ta yangi xona qo'shishgan. Eng qizig'i buni obedda ishxonadagilar bilan ham yeb ketsanglar bo'lar ekan. Oldindan aytib qo'ysanglar bo'ldi. Lokatsiya ham qulay. Eski Salkovskiy ko'chasi, Allon katta bolalar choyxonasi. Videoni yig'ilib yurgan o'rtoqlarga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.